Qozon kebab tayyorlashimiz uchun birinchi bismillah deb tovuq oyoqchalarini yaxshilab yuvib olamiz va birin-ketinlikda tuz, zira, murch hamda sirli ziravorimizni qo'shib, ustiga ozgina zaytun yog'i aralashtirib yaxshilab ziravorlar bir-biriga singunicha masaj qilamiz. So'ngra tindirib qo'yib, qizigan yog'da kartoshkalarimizni qizartirib qovurib olamiz. Yaxshilab butir-butir qovurilgan kartoshkalarimizni tarelkamizga suzib olamizda. Kartoshkalarimiz rangini qarang, qanaqa tillarang chiqqani. Xuddi mana shunaqa bo'lishi kerak. Undan keyin tovuq oyoqchalarini qizigan yog'da qarsillov qilib qovurib olamiz va uni ham laganga suzib olamiz. So'ngra qozonga solib dimlashni boshlaymiz. Qovurilgan kartoshkalarimiz ustiga sekin terib chiqamiz hamda ustiga sariyog' va bir kosa suv solib sekin ziravorlarni berishni boshlaymiz. Ziravorlarni ham berib olgandan keyin ustiga ozgina rozmarin bo'lakchalarini qo'yib dimlashga qo'yamiz 1 soatga. Qozon kebabimiz ham tayyor. Endi buni esa dasturxonga tortib yoqimli taxatlaymiz.